Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bugun sizga Big Farm brendi ostida ishlab chiqarilayotgan inkubatorlarimizning birini sinov jarayonidan olingan video lavhalar bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu inkubatorimiz 50-60 talik tovuq tuxumi sig'imiga mo'ljallangan inkubatorimiz bo'lib, bugun mana jo'jalar ochyapti. 21-kun. Ochish foizlari yaxshi. Ishlashlari zo'r. Mana hozir sizga ko'rsatamiz natijani. Mana jo'jalar o'zi ochgan, o'zi qurib o'tdi, bularni endi olaversa bo'ladi va mana ochayotganlari ham bor. Endi ochayotganlar mana ochgani bor ekan, mana endi ochibdi. Juda ajoyib natija, juda ajoyib samara beryapti bu. Chunki buni hisob-kitobi aniqlikda olinganligi sababli mana bu periborlari temir kes ichiga mahkam yig'ilganligi va buni o'ziga xos ayrim jihatlari borligi sabab bunda natija yaxshi bo'lyapti. Shu bois biz sizga tavsiya qilamiz, Big Farm brendi ostida ishlab chiqarilayotgan inkubatorlarimizni olishingizni. Kafolati bor, yetkazib berish dastlabki xizmatlari bor. O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarga bizni yetkazib berish imkoniyati bor. Dastavkamiz bepul. Mana ishonchli, ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik e'tiroziga ko'ra mana biz o'zimiz video qilib, sinovdan o'tkazib chiqarib berdik. Mana datchiklari mana ustida turishi kerak. Mana shu holatda. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa natija 80-90% bo'ladi.